Bu bizni o'zimizni hisobimizdan kelib alishtirib beramiz. Xizmatimiz, moy alishtirishlarimiz hammasi bu bonus. Space Texnica Toshkent kompaniyasining kuzatuvchilari mana bir oy oldin Xema modelidagi ekskavatorimiz Lawrence Stirlab 15 metrli ekskavatorimizni Vodiyga sotgan edik. Bu ekskavatorda birinchi moylarni alishtirish uchun servis xodimlari bilan именно moyni alishtirish uchun Toshkentdan keldik. Moylarni to'kib olganmiz. Toplinli, maslinli filtrlarini to'kib olib, hammasini yangitdan qo'yib, filtrlarni alishtirib, moylarni alishtirib berib, ishlatib, yana boshqatdan bir ko'zdan kechirib, texnikani ishlatib, ideal darajada qilib berib, egalariga topshirib ketamiz. Bu hamma servis, mana shu kelgan xizmatimiz, moy alishtirishlarimiz hammasi bu bonus. Hech qanaqa ekskavatorda olgan odamni rasxoti emas. Bu bizni o'zimizni hisobimizdan kelib alishtirib beramiz. Chunki bizdan texnika xarid qilgan har bir mijozimizga 2 yil garantiyamiz va 1 yil besplatniy servis xizmatimiz bor. Mana servis kelgan. Hormang Daston aka endi. Yaxshisi. Mana filtrlar nimalar qilyapsiz endi akaxon? Filtrlar almashtirishmi? Ha, mana toplinli filtrlarni alishtirib bo'ldik. Bir tortib qo'yaman ko'zdan kechirib. Yashanglar aka, rahmat. Xohlasa endi faqat moyni solib tashlatib ko'ramiz. Maslinli, toplinli, hamma отстойник filtrlar hammasi alishdi. Mana toplinli filtrni alishtirdik. Maslinli filtrni водительga удобный bo'lish uchun bu shlanka bilan tashqariga chiqarib ketgan ekan. Ko'p ekskavatorlarda o'zida bo'ladi. Buni alishtirish udobniligi shunda. Mana shu farqni ham ko'rsatib qo'yay deb videoga olib qo'ydim. Mana moy quyish jarayoni mana xudo xolasa. Servisdan kelib mana o'zlari moylarni almashtirib ketaveryapti. Mana rahmat shu akamlarga. Obunachilar ekskavatorimizni ishlatib haydab ko'rdik. Infinitasi ozroq bo'shagani hisobiga endi yangi texnika. Hozir 500-600 soat ishlagandan keyin hamma boltlarni bir ko'zdan kechirib, bu atletkaga infinitsalari bo'shashi mumkin. Hammasini nazorat qilib, mana chiroyli qilib tortib beramiz. Mana Faxriddin aka ish tugatdik. Mana filtrlar sizga bonusga qoladi. Rahmat aka. Воздушный filtri yaxshi ekan. O'shaning uchun o'zini tozalab qo'yib yubordik. Rahmat aka. Hozir yurgizib ko'ramiz. Ko'rsatganlar ichib olib. Mana akalar, ekskavatorimizni bunaqa qilib oyoq kiyim qo'yadigan ishlar yasabdilar, balades. Yago 292 matachas. Endi 15 metrga cho'zamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bir oy oldin texnikamizni oldik. Xudo xolasa mana Toshkentdan servisga yana moylarni almashtiryapti. Rahmat sizlarga. Moylar chetlarida bir qator hamma yo'g'ini ko'rib beryapti. Yog' oqqan joylarini qatirib, chiroylab ko'rib beryapti. Mana xudo xolasa filtrlar
hamma yoqda o'zlarini yonidan olib kelib, mana xudo xolasa filtrlarni qo'yib berdi. Rahmat. Ularga murojaat qilib aloqaga chiqaveringlar aka. Buldozer, ekskavator.